Assalomu alaykum. Bizda keyingi misol velosipedda nechinchi ramz 28-fevralda velosipedda nechinchi misol sifatida kelgan bo'lgan misolimiz. Bu tenglamaning ildizini topishimiz kerak. Tenglamamiz ifodani. Hozirda mana birinchi ildizimizni soddalashtiramiz. Birinchi ildizimizni olaman. 2 minus 2 ildiz osti 2. Bu narsa mana shu ifodamiz ildiz osti 3 minus 2 ildiz osti 2 ning qavs kvadratiga to'g'ri keladi. Bu kvadrat bilan ildiz qisqarib ketsa, bu ifodamizdan chiqadi. 3 minus 2 ildiz osti 2 ga to'g'ri keladi. Birinchi ildizni topdik. Endi ikkinchi ildizni topishimiz kerak. Nechaga tengligini 3 ga tegmaymiz, 3 tegolmaymiz ham. 2 kub ildiz osti mana bu ikkimizni, mana bu ikkini ildiz ostiga kirgizib olsak, bizda mana bu kub emas, 6-ildiz bo'ladi. Chunki mana bu ikkinchi ildiz-ku, ikkinchi ildiz bilan 3-ildiz ko'payib 6-ildiz tashkil qiladi. Mana 6-ildizda bu 4 bo'lib kirsa 8 qolar ekan. Shunda ildiz osti 3 minus 2 6-ildiz ostida 2 ning kubi. Mana kublar qisqarib ketsa, mana yoqqa 2 qolib ketadi. Demak 3 minus 2 ildiz osti 2 teng bo'lyapti. 2 ga mana sani ko'paytiruvchi ajratadigan bo'lsak, 2 ga ajratadigan bo'lsak, necha bo'ladi? Mana bu 1 minus ildizda 2 qolib ketar ekan. Buni mana shu narsaga to'g'ri keladi. Endi buni qo'shilmasini so'rayapti. Qo'shilmasi mana bu ikkala javobimizda qo'shib olsak kelib chiqadi. Buni topadigan bo'lsak 3 minus 2 ildiz osti 2 plus 1 minus ildiz 2. Bu narsadan 4 minus necha 3 ildiz osti 2 kelib chiqaman. Javob shu. Keyingi misollarni kanalda kuting.